Yaxshimi aka suv? Bundan oshig'ini chiqara olmaydi aka. Mana shu bu nasosga. Suv o'zi 5 gektarni enasini ko'rsatib qo'yadi. Hayt ana. Minnatdor bo'ladigan odamlar ham bor ekan-a. Husan! Ya suvingga ham o'zingga ham. Ana suv chiqdi. Ke suv beraman. Cho'milib olasan. Cho'milib ketasan ke. Bunda katta problemalar bo'lgan. Hozir endi mana bu tomonni bekitilgandan keyin xudo xolisa u tomoniga yana suv ko'taradi. Ariq suvni ko'tarmaydi. Bu tomonni bekitsalar ariq suvni ko'taradimi? Ha, ichini. Ariq suvni ko'taradimi? Ko'tarmaydi ariq. Ariq katta, lekin 1,5 ga 1 mi bo'yi, eniga 1,5 ga 1 metr. Ko'tarmaydi. Ko'tarmaydi. Suv katta. Ya'ni qo'shnim ham bechorani qarang, duvalda qirg'oqgacha kelishganda. Ash orqasiga tashlavergina. Fermer do'qisini osmonga otyapti. Hammaga javob berdi. Allah kim aka kelsalar suv bor, ha? Kim edi? Tavakkul hoji aka, Turg'un hoji aka, Husan hoji aka, Borato'y hoji tog'a, kelinglar mana suv chiqdi. Bir kichib ketasizlar, mo'zdakkina. Ko'malar. Suv qanaqa ekan, chiqdimi? Bosh muammomi? Nimani? Qurba yana ulab berasizlar dedilar. Bo'ladimi suv yaxshi? Zakonnimi? Zakon endi Ishlaydi. Xudo xolasa. Davay gapiraylik. Ko'tarinchi. Qana chiqyapti bu? Akasha qo'tayinchi. Oho, bir ariq suv beryapti, lekin normalniy. Ariq mana. Ariq ko'pmi? 30 kilovatimiz. Oy, ishonda ishlayaptiram. Aka qachtirunchi. Turba ham suv betida o'ynab turibdi, qara. Orqaga ham ketyapti. Shundan yerdan bu tomonga ham ketyapti. Kimga shunday nasoslar kerak bo'lsa, mana shu aksiyadagi hammalarga murojaat qilaverasizlar. Baholasa, ko'ngil zakonni chiqdi. Hammadan ko'ngil to'q. Hozir yana bir bor so'raymiz, suv yoqdimi yoqmadimi? Andijon viloyat Charxon tumanidan hozir. 30 kilovat bilan 400 metrga olib ketyapti. 5 litrga teggan suv chiqaryapti. 200 litrga ham ko'taradi. Mana endi orqadan quyosh tushib qolyapti. Siz sig'asiz. Bu yetib borguncha u tomon balandmi? To'lib ketadi-ku bu yog'i. Mana suvni qarang. O, davlinasi ham normalniy, 4 metrli davlina. Bu haydaydi hali. Voy, suvdan ichaylik. Dambalar urib ketadi bu hali. Aka shundan ichaylik suvdan. Yurak yondi-yu, shuncha suv turib icholmasang. Hozir endi mana bu tomonni bekitilgandan keyin xudo xolisa u tomoniga yana suv ko'taradi. Ariq suvni ko'tarmaydi. Bu tomonni bekitsalar ariq suvni ko'taradimi? Ha, ichini. Ariq suvni ko'taradimi? Ko'tarmaydi ariq. Ariq katta, lekin 1,5 ga 1 mi bo'yi, eniga 1,5 ga 1 metr. Ko'tarmaydi. Ko'tarmaydi. Suv katta. Ya'ni qo'shnim ham bechorani qarang, duvalda qirg'oqgacha kelishganda.
Ash orqasiga tashlavergin. Narigi 7,5 ashaqda ham shuni suvini berolmasdi-da. Latok qilaman degan. Shunga polieten turman tortib beray dedim. Yo'q, hozir siz meni huquqsizda og'irlik qilishi mumkin dedingiz. Bo'lmasa bir yo'li men olib kelgan bo'lardim. Mana endi suvni ko'rdingiz shayda. Endi tortamiz. Ey, sal ichkariroqdan ko'mavur. Ha, ichkariroqqa tashlayver, ichkariroq o'zingizni qiynamang. Ertaga bir ikki savol o'rgangan, shuncha ketsin, turib bilan. 100 ga boradi barisi. Men yemasdan o'ylayman. Ey, Noljon. Mana bunga burilib olib, ondan tashlayman. Men tashlayvergan ekan sizga pulni. Chap ekansiz. Bo'xtan to'layman. Tashlayver. Kelinglar, mana suv chiqdi. Bir kichib ketasizlar, mo'zdakkina. Ko'milib. Suv beramiz hammaga. 30 kilo soatiga 600 tonna. Bu suvimiz 600 tonna soatiga. Aslida undan ko'p. 600 tonnadan suvimiz ko'p, lekin buni Boyatam nima beribdilar? hammaga suv beraman deyaptilar. Oxiri to'chka bular bo'lgan ekanlar, hamma suvdan qisgan ekanda, yomon alam o'tyapti. O'zi bitta ariqda shuni yarimcha suv kelar ekan, shundan ham suv bermay qisishgan ekan tag'allaga. Endi mana texnikalarda yoqqa bu yoqqa qilib